Demak, 5-variantni boshladim. AB raqamlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, AB ko'paytmaning katta qiymatini toping demoqda. Dastlab o'ng tomonda qavsni ochsak, AB barobar 81 minus 9A minus 9B plus AB. Ikkala tomonda AB qisqarib ketadi. 9A 9Bni bu yoqqa bo'lsak, 9A plus 9B barobar 81. 9 ga bo'lib yuborsak, A plus B barobar 9 bo'lar ekan. AB raqamlar ekan. Demak, yig'indisi 9 va ko'paytmasi eng katta bo'lishi ular iloji boricha bir-biriga yaqin raqamlar bo'lishi kerak. Qo'shsam 9 chiqadigan bir-biriga eng yaqin sonlar bu 4 bilan 5 bo'ladi. Ko'paytmasi 20 bo'ladi. Eng katta qiymati javob C bo'ldi. Ikkinchi savol hisoblang demoqda. Suratlarni va mahrajlarni yig'indilar hisoblasak, tepasi demak 2 taqsim 3, keyingisi 3 taqsim 4, keyingisi 4 taqsim 5 va hokazo. Ko'paytiruv keyingisi demak 100 taqsim 101 ekan. 100 taqsim 101. Natijada mana ko'paytirganimizda kasrlar qisqarib ketib, birinchisi bilan oxirgisi qolar ekanda 2 taqsim 101 degan javob chiqar ekan. Javobimiz C bo'ldi. Uchinchi savol. Qurilish firmasi yangi loyihadan mijozlarni qanday xabar topgani haqida so'rovnoma o'tkazmoqda. So'rovnoma natijalari quyidagicha ekan. Necha nafar mijoz loyiha haqida stend va bannerlar orqali xabar topgan. Stend va bannerlar orqali bizda 12% mijoz xabar topgan ekan. 12%imiz qanchaga teng bo'ladi? Bizda x ga teng. Bizda yana qanday ma'lumot bor? Bizda aniq soni ko'rsatilgan. Nima aytdi? Tanishlar orqali 330 nafar inson bilgan ekan mijozlar. Ular necha foizga to'g'ri keladi? Demak, bu yerda 12%, bu yerda 18, 30%. 30 ga 48 ni qo'shamiz. 78%. Demak, bunga 22% qolmoqda. Demak, o'sha 22%imiz bizda 330 ta odam tashkil qilmoqda ekan. Demak, bizga 12% qanchaga teng bo'ladi? Proporsiya qiladigan bo'lsak, 22x barobar 12 ko'paytirilgan 330. Demak, x ni topsak, 12 ko'paytirilgan 330 22 ga bo'lsak, 15 qoladi. Ko'paytirsak 180 ga teng chiqar ekan. Javobimiz D bo'ldi. To'rtinchi savol. Bir guruh ishchi loyihani 15 kunda yakunlashni rejalashtirgandi, lekin ishni boshlagandan 5 kun o'tib 2 nafari ishdan ketdi. Natijada qolgan jamoa loyihani rejadagidan 1 kun kechikib tugatishga majbur bo'ldi. Dastlab ishchi guruhda nechta ishchi bo'lgan? Xo'p, demak, bir guruhi jami 15 kunda tugatishni rejalashtirgan bo'lsa, 5 kun o'tib, demak 5 kunda 3 dan 1 qismini tugatib qo'yishadi. Va 10 kun vaqtlari qoladi. Xo'p, 10 kun vaqtlari, demak qolgan 3 dan 2 qismini qolgan, uni tugatish uchun 10 kun vaqtlari qolmoqda. Qolgan ishchilarning 2 nafari ketib qoldi. Shundan keyin 1 kun kechikib tugatishga majbur bo'lyapti. Demak, 10 kunda emas, 11 kunda tugatgan ekan. 5 miqdor qoidasidan qo'llaydigan bo'lsak, ya'ni birinchi ishchini yozamiz, ishchilar soni, keyin vaqtni yozamiz, vaqt, keyin esa bajarilgan ishni yozamiz. Ya'ni dastlab qanday holatda edi? Pastga yozganimiz yaxshimikan? Mayli. Xullas kalom 15 ta ish 15 ta emas, ishchilar soni vaqtimiz. X ta ishchi 15 kun vaqt ichida qandaydir bitta ishni tugatmoqchi edi. Ulardan 2 nafari ketib qolgandan keyin biz ishchilar soni x minus 2 ta qoldi. Vaqtimiz 11 kun ketgani, demak 10 kunda qolgani 10 kunda tugatish kerak edi. 5 kun o'tgandan keyin ular 1 kun kechikdi. Demak 11 kunda tugatyapti. Qaysi ishni? Qolgan 3 dan 2 qism ishni. Demak, x kishi 15 kunda bitta ishni tugatgan bo'lsa, x minus 2 ta ishchi 11 kunda qolgan 3 dan 2 qismni tugatmoqda. Bunda bu tarzda ko'paytirilar edi bunday va bunday ko'paytirilar edi. Demak, x ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan 3 dan 2 barobar x minus 2 ko'paytirilgan 11 ko'paytirilgan 1 bo'lmoqda. Demak, 15 3 dan 2 qismi bizda 10 ga teng. Ko'paytirsak 10x barobar yoqda 11x minus 22 ni o'ziga 1 ga ko'paytirsak o'zi chiqadi. Bundan
Bu yoqqa bo'lsak 22 qolmoqda. Bu yoqda x qolmoqda. X 22 ga teng ekan. Javobimiz C bo'ldi. Nechta bo'lgan deb so'raganimizdan. 5-savol 3 x darajasi 2 bo'lsa, mana uni qiymatini toping demoqda. Xo'p, biz nima qilamiz? 12 ning x taqsim 2 ning 2x ni biz 2 ning kvadrati desak, 4 ning x bo'lar ekan. Qo'shilgan 108 ning 2x turib turaversin-da, pastdagi 2 ning 4x ni darajani 2 ga bo'lsak, biz kvadratga oshirib 4 bo'lib qoladi, darajasi 2x bo'ladi. Arilgan 9x ning o'rniga 3x ning kvadrati desak. Xo'p, 12 ning x ni 4x ga bo'lsak, darajalar bir xil, demak bo'lib ketiladi. 12 ning 4 ga bo'lsak, 3 ning x qo'shilgan 108 ni 2x bilan 4 ning 2x, unda ham darajalar bir xil, bo'lib yuborsak, 108 4 ga bo'lsak, 27 ning 2x bo'ldi. Arilgan 3x ni bizga 2 deb bergan, 2 ni qo'shsak, 2 ning kvadrati barobar. Bu yerda ham 3 ning x o'rniga 2 qo'yamiz. Qo'shilgan 27 ning 3 ning kubi desak, darajada 2x bilan 3 da 6x, ayrılgan 2 ning kvadrati 4. Demak 2 minus 4 minus 2 bo'ldi. Qo'shilgan 3x ni bizga 2 degan bo'lsa, bizda uni 6-darajasi turibdi. 3x ni 6-si desak, 2 ning 6-si 64. Minus 2 64 bo'lsa, javobimiz 62 chiqar ekan de javob bo'ldi. 6-savol, agar a 2 minus ilzosi 3 ga, b imiz 7 plus ilzosi 3 ga teng bo'lsa, a ilzosi b ni qiymatini. Demak, b dan ilzolib a ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. b dan ilzosak 7 plus 4 ilzosi 3 dan ilzolamiz. Bu 2 plus ilzosi 3 ning kvadrati degani. Ilzosak 2 plus ilzosi 3 ni o'zi chiqar ekan. 2 kere 4 3 7 bo'ladi. O'rtada 2ab deganda 4 ilzosi 3 bo'ladi. Endi shuni a ga ko'paytirishimiz kerak. A deganimiz 2 minus ilzosi 3. Buni kvadratlar ayirmasiga qo'ysak, 2 ning kvadrati 4, ilzosi 3 kvadrati 3 ayirsak 1 chiqar ekan. Javob D bo'ldi. Xo'p, 7-savol, a va b natural sonlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, a kvadrat plus b kvadratning qiymatini toping demoqda. Xo'p, buni qanday topsak bo'ladi? Ikkala tomonni kvadratga oshirsak mumkin. Xo'p, mayli kvadratga oshiraylik. Chap tomonni kvadratga oshirsak, 31 qo'shilgan 6 ilzosida 10 qo'shilgan 4 ilzosida 15 qo'shilgan 10 ilzosida 6. O'ng tomonda 3 tani kvadratga oshirsak, a qo'shuv b qo'shuv 15 bo'ladi. Qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 2 tadan, demak sheriklarni ko'paytmasi. Ya'ni bittasi ilzosida ab bo'ladi, bittasi ilzosida 15a bo'ladi, yana bittasi ilzosida 15b ga teng bo'ladi. Xo'p, endi ildizli ifodalarda demak bir-biriga moslaydigan bo'lsak, a bilan b natural son. Demak chap tomonda natural qismi, ya'ni butun qismi 31 ga teng, o'ng tomonda a plus b plus 15 ga teng. Bundan 15 ni qisqartirib yuborsak, a plus b ni 16 ga kelib chiqmoqda. A plus b teng 16. Ana endi ildizli qismni bir-biriga tenglashimiz kerak. Ildizli qismimiz bu yoqda mana unga teng, bu yoqda bu yoq. 2 ga bo'lib yuborsak, chap tomonni ham 3 ilzosida 10. Xo'p, qo'shilgan 2 ilzosida 15 qo'shilgan 5 ilzosida 6 teng bo'lmoqda. Ilzosida ab, ilzosida 15a qo'shilgan ilzosida 15b. Xo'p, chap tomonni ham hammasini ildiziga kiritsak, bittasi ilzosida 90 bo'lar ekan. Bittasi ilzosida 60 bo'lar ekan. Bittasi ilzosida 25 6 150 bo'lar ekan. Teng ilzosida ab qo'shilgan ilzosida 15a qo'shilgan ilzosida 15b ga teng bo'lmoqda. Xo'p, endi shulardan qaysidir ikkitasi mana ikkalasiga xullas bir-biriga moslashimiz kerak. Xo'p, 15a ni qaysi biri deb o'ylasak bo'ladi? Agar 15a ni deylik 90 deb o'ylaydigan bo'lsak, 90 ni 15 ga bo'lsak, a imiz 6 bo'lish kerak. Demak 15a ni 6 ga tenglasak, 90 ga tenglasak, a imiz 6 bo'lish kerak. Agar a 6 bo'ladigan bo'lsa, a b imiz qaysi bo'ladi? Mana uni a b deymizmi? Buni a b deydigan bo'lsak, bu b imiz 10 ga teng bo'lish kerakmi?
Shunda 150 15b ga to'g'ri keladimi? Demak, bittasi 15 bo'lyapti hozir. AB deganimiz 60 to'g'ri keladi. 15A deganimiz 15 kere 6 90 to'g'ri keladi. 15B deganimiz 15 kere 10 150 to'g'ri kelar ekan. Tamam, demak, yig'indisi 16 ligi ham rostdan to'g'ri kelmoqda. Demak, bizda A'imiz 6, B'imiz 10 ga teng ekan. Bizda uning A kvadrat plus B kvadrat kvadratlari yig'indisi so'ralgan. 136 ga teng bo'lar ekan. Javob D bo'ldi. Xo'sh, davom etamiz. 8-savol. ABC musbat sonlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, mana uni qiymatini toping demoqda. Avval buni soddalashtirib olsak nima bo'ladi? Xo'sh, tepada kvadratlar ayirmasiga qo'ysak, yig'indisi 2A bo'ladi, ayirmasi 2C bo'ladi. Pastda B kvadrat barobar 4AC taqsim B kvadrat. Shuni topishimiz kerak ekan. Mana tenglik asosida. O'sha tenglik proporsiya qilib ko'rsak qanday bo'lar ekan? A minus B kvadratlar ayirmasiga qo'yishdan menimcha hech chiqmasa kerak. Xo'p, mayli, proporsiya qilaylik. A kvadrat C minus B kvadrat C barobar AB kvadrat minus AC kvadrat. B kvadrat topaylik shu yerdan. Mahrajimizda B kvadrat bor. Demak, A kvadrat C tomonga qo'shib qilib o'tamiz. AC kvadratni barobar AB kvadrat tomonga qo'shib bo'lib o'tadi. B kvadrat C. Chap tomondan A ni qavsdan tashqariga chiqarsak A plus C, o'ng tomondan B kvadratni qavsdan tashqariga chiqarsak A plus C. A plus C'lar qisqarib ketsa B kvadrat teng ekan AC ga. Ana bo'ldi. B kvadratimiz AC ga teng bo'lsa, ikkalasi qisqarib ketib qolar ekan. Javobimiz 4 bo'lar ekan. C javob. Demak, 9-savol. O'suvchi arifmetik progressiyada mana uni qiymatini toping demoqda. Demak, A20 dan A12 ni ayirib olsak 8 tada qoladi. Taqsim. Xo'sh, A3 qo'shilgan A7 dan 2 A2 ni ayirsak, shu 2 A2 ni alohida qilib olsak, buni o'rniga minus A2 deb olsak-da, bittasini A3 dan ayiraylik, ikkinchisini A7 dan ayiraylik. A3 dan A2 ni ayirsa bittada qoladi. A7 dan A2 ni ayirib olsak 5 tada qoladi. Demak, jami 8D taqsim 6D. D'lar qisqarib ketsa 2 ga bo'lsak 4 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Javobimiz C bo'ldi. 10-savol. Cheksiz kamaychi geometrik progressiyaning barcha hadlari yig'indisi 8 ga teng. Demak, B1 taqsim 1 minus Q barobar 8 ga. Progressiyaning tok o'rindagi hadlari yig'indisi 6 ga teng bo'lsa, endi geometrik progressiyada tok o'rindagi hadlarini yoki juft o'rindagi hadlarni olsak ham progressiya bo'laveradi, faqat Q'si Q kvadratga teng bo'lib qoladi. Ya'ni biz olsak B1 tok o'rindagi B3, B5 larni olsak, bular ham cheksiz kamaychi geometrik progressiya bo'ladi, faqat Q'si Q kvadratga teng bo'lib qoladi. Birinchi hadda o'zgarmas, B1 taqsim 1 minus Q kvadrat teng bo'lmoqda 6 ga. Shu yerdan demak biz birinchi haddini topishimiz kerak ekan. Xo'p. Demak, B1 ni bir-biriga tenglab yuborsak, bu yoqda 8 minus 8Q bo'lar ekan birinchi tenglikdan B1imiz, ikkinchi tengligidan B1imiz 6 minus 6Q kvadrat. Demak, bu tomonga bo'lsak 6Q kvadrat minus 8Q qo'shilgan 2 barobar 0. Bitta ildizi 1 bo'lyapti. Ikkinchi ildizi 2 taqsim 6, 1 taqsim 3 ekan. Biz 1 taqsim 3 ni olamiz, chunki bu cheksiz kamaychi geometrik progressiya, Q'si 1 bo'la olmaydi. Ya'ni B'imiz 3 dan 1 ekan. Q'imiz bizga birinchi hadda kerak. Birinchi tenglikdan, mana tenglikdan B1 ni topadigan bo'lsam, 8 ko'paytirilgan 1 minus Q ga, ya'ni 3 dan 1 qo'ysak, 8 ning 3 dan 2 ga ko'paytmasiga teng ekan. Bu 16 taqsim 3 degani javob C bo'lar ekan. 11-savol. Ifodaning qiymatini toping demoqda. Xo'sh, demak, hammasi 2 bilan 5 darajalari kelyaptimi? Xo'sh. Demak, logaritm asosi 4 dan 1, 2 ni minus 2-si deylik, 4 dan 1 ni ko'paytirilgan kub ildiz ostida deyapti. Kub ildiz ostilarini biz
3dan 1 qilib oldiga chiqaraylik darajasini. 3dan 1 qilib oldiga chiqarsak, qolgani 0,625 bu 0,5 darajasi. 5 625 bo'ladi. 0,5 ning 4-darajasi. Ayrilgan. Bunisi nima qilsak bo'ladi? Kub ildizni oldiga 3dan 1 qilib chiqarsak, o'zi 1 taqsim bo'lib chiqadi, 3 bo'lib qoladi bu. Demak, tepasidagi 125 ni ham 5 ning kubi desak, u ham oldinga 3 chiqaradi. Bizda qoladi logaritm 0,008. Bu 0,2 ning kubi degani. O'zi kub ildiz olib olsak bo'lardi ekan ham yerda. Bir yo'li kub ildiz olaylik-da shundan. Demak, logaritm kub ildiz olsak 0,2 degani o'zi bu darajasida 125 turibdi. 125 ni 5 ni kubi deb olsak. Ayrilgan. Bunisidan nima qilamiz? 0,09 ni 0,3 kvadrati desak, oldiga 1 taqsim 2 chiqadi. Keyin logaritm asosan 0,3 bo'lib qoladi. 0,27 dan nima qilamiz? Bu oldi darajasi 4-ildizni biz 4dan 1-daraja desak, oldinga chiqib ketadi u 4dan 1 bo'lib. 0,027 degani 0,3 kubi degani. Ayrilgan 3 barobar. Ne birinchisida 1 taqsim 3 2 ni logaritm 2 ni minus 2-si desakda 0,5 2dan 1. Bu ham 2 ni minus 1-si, ana bilan 2 ni minus 4-si bo'ldi. Ayrilgan. Xo'sh, logaritm 0,2 bu 5 ni minus 1-si degani. 5 ni minus 1-si 5dan 1 degani. Bu yoqda 5 ni kubi turibdi. Ayrilgan. Bunisi 1 taqsim 8. Ko'paytirilgan 0,3 qisqarib ketsa 3 ni o'zi qolar ekan. Ayrilgan 3. Xo'p, demak, birinchisida 1 taqsim 3 ko'paytirilgan, 2 lar qisqarib ketdi, -4 ni -2 ga bo'lamiz, 2 chiqar ekan. Xo'p, ayrilgan. Bunda ham 5 lar qisqarib ketib, 3 ni -1 ga bo'lsak, -3 bo'lib oldi, +3 bo'lib qolar ekan. Bunda -3 taqsim 8, -3 taqsim 8, -3 o'zi chiqaveradi. Demak, 3 bilan -3 qisqarib ketdi. Bizda qoldi 2 taqsim 3, -3 taqsim 8. Umumiy mahraj 24, 16 -9 bo'lib 24 dan 7 chiqar ekan. Javobimiz B bo'lmoqda.